jal o'ynayapti. Proyektimizning 7-qismini ham boshlab oldik. Ko'rayotganlarning xabari bor. Oramizda kuchlilardan shu ikkita bola kuchli, Farhod bilan Shuhrat. Shu sababdan bugungi challenge'imizning kapitanlari Shuhrat bilan Farhod bo'ladi. Farhod, mana qo'zing. Baqstrosin ham bo'ladi. Xullas, sizlarning keluvlarga tanlash huquqini beramiz. 3 bo'ladi bu safar, xudo xolisa. O'shanga bitta o'yinchi tanlasanglar, o'yinni boshlaymiz. Men boshlayavering. Ne, tanlavering. Men Ahror birinchi tanlayman. Bo'la, Shahror oldimi bo'lsa? Bobur. Ha, Hoji men qo'ydi. Men Shahror Hoji, bil. Men Ahror Bobur. И shart nima bermoqchi edi, qarshi bo'lmasanglar. Shartlarni. Shu sababdan tanlamayman dedim. Chunki balans bo'lib qolishi, balans o'zgarib qolishi mumkin. Shu sababdan randomlik bo'ldi. Xo'p, shartlar, birinchi shart. Burger qilamiz, burgerni bilasan. 3 ta ko'kka turadi, o'rtasida pishkiri bilan. Bir xabaring bor, ko'rgansan. Ikkinchisini Unwanted'ni bilasizlar, hamma bilsa kerak, Unwanted. O'sha komandaning ichida Isroilov bor, bilasizlar. O'sha bola programma ko'rsatdi. Hozir men shu videoda ko'rsataman, imенно shu joyini. Qo'limda futbolistlarning udarini tezligini o'lchaydigan radar turibdi. Hozir qaysi birimizni udarimiz eng kuchliligini bilib olamiz. 100 kilometr. Mana shu programmada odamimiz kursini, ya'ni udarini. Ha, bo'ldi. Esladim, udarini. Zo'r programma ekan. O'sha programmadan foydalanamiz. Baraka topsa, rahmat. Отдельный. Maqsad nima? Shart shundan iboratki, 3 ta komandadagi 3 ta odam tepada. Natijaga bitta ball beriladi. Общий qilib bitta. Ha, Bil. tushunarli. Uchinchi shartimizni oti bor bo'lsa kerak, bilmayman, просто videolarda ko'rdim. Hop, igro turadi, orqadan o'zini o'yinchisi pas beradi, ya'ni podacha beradi. Nakat kelgan kuptoni tepiladi. Bu hozir videoda ko'riladi, tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Hozir jal o'ynayapti. Hamma rozimi? Da, boshladi. Boshladi. Go. Barri ko'r. Wow! İkita menimcha. Bu safar ham Yashillar komandasi yutdi, Shuhrat. Tabrik. Rozi bo'lasizlar. Endi Farhod udariga Endi bu yerda texnika ham bor-da, o'rtoq. Bunda endi Texnika ham, udar ham. Tabriklaymiz sizlarga. Faqat videoga ham tushib berasan. Xudo xolasa. Harakat qilamiz. Bugun savob ishni Krasnogorsk tomoniga borib, chiqindilarni yig'ib, tabiatimizni ozoda bo'lishiga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shishga qaror qildik. Har doimgidek vaqti bor bolalar bilan yo'lga chiqdik. Yo'lda shunaqangi chiroyli joylarni ko'rdikki, buni so'zlar, hattoki video bilan ham menimcha izohlab bera olmaymiz. Kelganlar biladi, kelmaganlar bitta kelib ko'rsa biladi. Faqat sizlardan iltimos, o'zingizlardan keyin yig'ishtirib ketinglar. Chiroyli tabiatimiz chiroyliligicha qolsin.
tabiatni asrash hammamizni burchimiz. G'alabamiz sababga yetaklar, bu shunchaki o'yin emas. Biz oddiy qora suvli bolalar, bu shunchaki so'zlar emas. Qora suvli bolalar, tez. Qora suvli bolalar, tez. To'pni deb oldinga chop, zarba ber, jamoamizga gol. Yugura tez, yugura chop. G'alabamiz sababga yetaklar, bu shunchaki o'yin emas. Biz oddiy qora suvli bolalar, bu shunchaki so'zlar emas. Havoni qara zo'ra. Shu faqat mana shunaqa rasm o'qib tashlashi odamni dilini xira qiladi-da. Achinarli hol. Boshladikmi bo'lmasa? Boshladim. Vo, jonon.
majbur qilgan mehrimni qozongan va bunga javob bermagan go'zallik hayolim senda hayolim senda hayolim senda yonimda so'ng agar xohlasang ayt jonim aytgin menga o'zing balki seni bordur yoring yig'lar ko'ngling qalbing hayolim senda hayolim senda hayolim senda yonimda Xo'p, qo'ldan kelgancha ikkita lokatsiyani tozaladik. Hamma mana shunaqa o'zi o'tirgandan keyin, piknik qilishgandan keyin so'rab qolamiz. O'zidan chiqqan axlatlarni, musorlarni tozalasa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz ham spesialni ko'rsatdik shu narsani. Xo'p, o'zi bu musorlarni tozalashi maqsad. Biz kelib tozalaganimiz, hamma musorlarni tozalab qo'ya olmaymiz. Просто ko'rsatyapmiz, чтобы o'zidan chiqqan narsani hajab olib tashalsa, hamma ancha u ko'p hissa qo'shgan bo'ladi. Imkonsiz narsa emas, hamma o'zini ketidan tozalab yursa, tabiatimiz go'zalligicha qoladi degan umiddamiz. Kelinglar, tabiatda asraylik. Biza oddiy qora suvli bolalar. Qora suvli bolalar tez 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 qora suvli bolalar